Assalomu alaykum hammaga. Men Nasriddinova Umida Ahmadjonni Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislar instituti, Milliy tadqiqot universiteti, Hidrotexnika qurilish fakulteti, Muhandislik grafikasi va dizayn nazariyasi kafedrasi dotsentiman. Mana meni qo'limda VR ochkisi mavjud. Uni kiyish natijasida oliy ta'lim tizimida o'quv jarayonida talabalarga VR, ya'ni virtual reallik imkoniyatlaridan foydalanib, muhandislik masalalarini talabalarga tushuntirishimiz mumkin bo'ladi. Buni imkoniyatlar shunday: talabalar xonada o'tirgan holatda biror bir muhandislik masalasini virtual holatda sayohat qilish orqali o'sha olamni kuzatish, borish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Masalan, aytaylik, bino inshootlarini qurilishi sohasini oladigan bo'lsak, biror bir bino inshootini qurilish obyektiga virtual holatda sayohat qilamiz va u yerda o'sha bino inshoot qurilishini konstruksiyasidan tortib, uni to tayyor holga kelgunga bo'lgan joylarini hammasini, demak, virtual holatda talaba kuzatish va uni muhandislik parametrlari asosida chizmalarini tahlil qilish, 3D formatda kuzatish hamda masalani bajarish jarayoni ketma-ketlik bilan tanishishi mumkin bo'ladi. Bundan tashqari, hidrotexnika inshootlar qurilishi sohasida ham bu texnologiyani qo'llashimiz mumkin. Masalan, kanallarni loyihalashga oladigan bo'lsak, kanallar bilamizki turlicha bo'ladi va uni parametrlar bo'yicha ham talabalar o'sha virtual holat kanalni loyihalash jarayoniga virtual holatda sayohat olib boriladi va talabalar bilan birgalikda o'sha joyda kanalni loyihalash ishlari har bir kanalni parametrlar asosida virtual holatda bajarishni ko'rish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu orqali talabalarda o'sha muhandislik masalasini bajarish jarayonidagi barcha kuzatish, his qilish va jarayonda ishtirok etish ko'nikmalari rivojlanadi va bu aynan masalani tom ma'noda tushunish, o'zlashtirish ko'rsatkichi samaradorligiga yuqori natija ko'rsatadi. Bundan tashqari gidromelioratsiya sohasida ham, ya'ni to'g'onlarni loyihalash jarayoniga tatbiq qilishimiz mumkin hamda energetika sohasida podstansiyalarda texnika xavfsizligi nuqtai nazaridan agar biz texnika normalariga e'tibor beradigan bo'lsak, yuqori kuchlanishli podstansiyalarda texnika xavfsizligiga e'tibor berishimiz uchun biz onlayn holatda, virtual holatda talabalarga biz tushuntirishimiz kerak hamma yo'riqnomalarni. Bu ham o'sha VR texnologiyalari asosida agar biz mashg'ulotni olib boradigan bo'lsak, juda ham tushunarli va samarali bo'ladi deb o'ylayman.